Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan uyimizda tayyorlangan mazali keftel jarko'bini bo'lishmoqchiman. Kechki ovqat nima pishirsam ekan deb o'ylab, go'shtli keftellarni kartoshka va sabzilar bilan dimlab pishirdim. Rostini aytsam, hidi butun uyga taraldi. Juda to'yimli va mazali chiqdi. Bunday issiq uy taomlari oila davrasida yanada totli bo'ladi deb o'ylayman. Siz ham kefteli jarko'bini yoqtirasizmi? Videoda tayyorlanish jarayonini boshidan oxirigacha shu videoyimda ko'rsatdim. Oddiy mahsulotlar, ortiqcha qiyinchiliklarsiz har bir uy bekasi tayyorlay oladi. Agar siz ham shunaqa samimiy uy bekasi videolari yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'ling va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Yoqimli ishtaha!